texnikani eng zo'rini topib qo'ydim. Sabzi ekadigan selka. Bitta ko'rsatib yuboring. Endi qo'lda sachmaysiz. Bemalol shu texnikani chaqirsalaring, bemalol fermerlar, dehqonlar turib, yana nima ekamiz? Turib sabzi turib hamma yoq ekaveradi. Mana ko'rsating, mana ichlarini ko'rsatib yuboring. Mana shunga solinadi. Mana ligirovkasi bor 1,5 kilodan 5 kilogacha. Undan tashqari bu oldi apparaturasi bor. Va olib keling, kamerani olib keling. Mana shu yerda oldi kesinglarni maydalab ketadi deyapti egalari. Bemalol telefon qilaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani Akbarobodda keldi bu traktorimiz, silkamiz. Bemalol borib ekib berishadi. Bular Farg'ona, Andijon, Namanganga, Vodiyga amal qiladi. Xudo xolasa telefon nomerini qo'ygan bemalol telefon qilaverasizlar. Yaxshi natija beradi, zo'r natija beradi. Ko'ngilni to'q qilib bemalol chaqirib olasizlar. Xizmatlaringni 5 qilib berishadi borib. Rahmat, sog' bo'linglar. So'zi ekaman deganlarga tashab qo'yinglar.